Assalamu alaikum muhlisler, подписчикler. Urgench Shiva yo'lindamiz. Elimizden ya 3 tane 9 etaş gele. Yangi qurilgan domla. Bugungi video rokimiz Urgenchga boshlanadi. Chaba bursanızda Shiva, 10 taraf Urgench. Dostlar, bugungi video rokimiz yer o'rniga boshlanadi. Qarama qarshida svetofordan o'tib turib, 10 tomonda yo'l bor. Ana shu yerdan girib boramiz. Adashmasam 420 kvadrat metrlik yer o'rin sotib olamiz. Arzon narxda. Ko'p muxlislarimiz bizdan so'raydi, yer o'rini chiqardi. Yani dostlar, imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Arzon narxda sotiladi. G'oybu ferma ko'chada. İkinci yo'limiz ham bor dostlar, bu Urgench Yangiariq yo'lidan girib borsangiz ham bo'ladi. Telecentr tomonidan. Hozir biza Urgench Shiva yo'lidan ko'rsatib o'tamiz. Allah köşeden çıkmasın dostlar, önce murabbasını çıkaramiz. Demek dostlar, svetofordan o'tdik, ona vurduk. Taxminan bir 500 metre içine giremiz. Yer o'rni sotib oldi, 420 kvadrat metr o'rtaklar. Şaşılkanlar. Şok, sensatsiya narxda sotiladi dostlar. Bilasizlar, bizda faqat arzon narxda yer, o'rin va o'ylarni chiqaramiz. Dostlar, xudo xolsa obyektga yetib keldik. Eslatib o'tamiz, Urgench Shiva yo'lidan aylanasizlar. Doğru kelaverasi, metan zapravka yan boshida. Kelaverasi, ichaba burasi. Yani shuni istash ketilgan yo'l bor. Bedamiya yo'l bor. Dostlar, yana bitta ko'rib turgan bo'lsangiz, ikki etажga domla. Shuni orientir qilasizlar. Shuni yan boshida oldindan ham bor ekan, orqasidan ham bor ekan. Pulni xol odamlar yashab turibdi. Korkmayın, gelip satıp alaverasizlar. Fundament so'qilatilgan dostlar, e'tibor beringlar. 420 kvadrat metr dostlar. Yo'ldan taxminan bir 30-50 metr yurishsa, 10 tomonda joylashgan. Dostlar, dokumentlari bor ekan. Shundan bir qator ko'rishtirib, tekshirtirib olaverasizlar. Bir qator danıştırıp ko'rsatib o'tamiz dostlar. Enine gelsak 14, uzunluğu 28. Bundan tashqari haddan bor ekan, yerdan salbaychali 3 metr. Yan boshundan ham pajani xoti bor ekan, 3 dan ziyod dostlar. İki etaja mo'ljallangan dostlar. Armaturlar ham yana chiqib turibdi. Mustahkam etib solingan dostlar. Ko'ringlar. Yashaymiz deb. Ayrim sabablari bu gerek bana şu an satmakçılar. Demek dostlar, bu yerda отдельно yaşayın bir pod proyom etkenler. Dükkan üçün, yoki sklad üçün, yoki ishlab chiqarish üçün. Yoki beni beklab turib, polni bir zal atsangiz ham bo'ladi. Bir qator ko'rsatib o'tamiz, yuqoridan chiqib. Dostlar, bismillahirrohmanirrohim. Yaradon yerimiz shu bo'ladi dostlar. Shu dalon bo'ladi. Ko'ringizmi? Dalon. Bu yerda bir eshik qo'yiladi. Bu yerdan bir zal bo'ladi dostlar. Zal ham yomon emas. Yaxshi razmerda tushgan. Taxminan bir 6-4. Bu yerimiz bizda dostlar kuxnya etganlar. Lekin bu yerni spalnya desangiz ham bo'ladi. Bu tarafimiz bizda sanuzel, kuxnya desangiz ham bo'ladi. Variant zal yoki kattalan spalnyasi dostlar. İki etaj etib salaverasa polni. 2 etaja mo'ljallangan dostlar. Yukarıda ham уже xohlasangiz 3 spalni 2 zal tushirsangiz ham bo'ladi dostlar. Bundan tashqari arkamızda yer bor ekan. To'rindan fundament solingan dostlar. Bu yerda malxona, tovuqxona, kladovka tasazan bo'ladi. Bu yerda vxod, darvoza qo'yib berasiz. Polni garaj bo'lib turadi. 2-3 mashina sig'adi. Eslatib o'tamiz, bu yerda bizda pajani xod tashalgan 3-3,5 metrdan bor. Vanda ham уже egasi bilan konkretniy gaplashib olasiz dostlar. To'sha gap bo'lishi mumkin emas. I kvadrat ham ajoyib dostlar. Arqa tomondan ko'rsanish bo'ladi. Bog' ham yomon emas ekan dostlar. Ko'rib tursa, bog'imiz bu esa kriti garaj bo'ladi. Arena darvoza qo'yib berasiz. Bu yerda pajani xod yo'q 10 tomonda. Faqat bon tarafda bor dostlar.
Urganch Xiva yo'lidan kelsangiz ham bo'ladi yoki Urganch Yangiark yo'lini. Ikki tomonlama yo'l bor do'stlar. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q. Bundan tashqari do'stlar, to'rimizda skvajina ham qoqilgan edi. Ola. Buni tortaverasizlar. Fakat narxa sotiladi do'stlar. Srochniy pul kerak ekan, shuni satmoqchilar egalari. Bundan tashqari qo'shimcha shebin ham bor. Stromaterial. Dokumentlarida muammo yo'q ekan do'stlar. Shundan bir qator görüştirib, tekshirtirib olasizlar. Narxına kelsak do'stlar, 350 milyon so'm aytib turibdi. Sal ozgina kelishuv bor. Ko'p qaytolmaydi. Srochniy sotiladi do'stlar. Eslatib o'tamiz, 420 kvadrat metr 350 milyon aytib turibdi. Mulk egasini nomerini qo'yib qo'yamiz. Prямо egasini chiqarasiz. Savollarınız bo'lsa, uraverasiz. Eğer kimde kim joyini yoki avtomashinasini yoki biznesini reklama qilmoqchi bo'lsa, bizlarga murojaat qilaverasiz. 91 277 55 11. Like uşadan çıkmasın dostlar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr. Sog' salomat bo'linglar. Пока.